Tursang tur, bu hali oxiri emas. Ichingdagi ovoz aytadi, sen tayyorsan. Qo'rqma, bu yo'l seni o'zgartiradi. Bugun qiynalsan, ertaga yulduzsan. Sinov muddati, bu hayot maktabi. Bu yerda soxta niqoblar yonadi. O'zingni tor yo'liga qarab yur, chunki haqiqiy kuch ichingdadir. Birga yursang yo'llar yengil bo'ladi. Qo'l ber, omad aynan bizni kutadi. Sinov muddati, yo'q ichingda olov bor. Sinov muddati, to'xtama, orqaga yo'l yo'q endi bor. Yiqilsang ham tur, yana tur, sen uddalaysan. Bu hayot seniki, ishon, sen yutasan. Yana bir bor Paynet bosh ofisida sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kuchli to'rtlik va avvalgi uchrashuvimizda Xitoy safari haqida sizga ma'lum qilgandik. Safardagi bir shartni men sizlarga bugun e'lon qilaman va bu shartga tayyorgarlik ko'rish uchun sizlarga roppa-rosa 48 soat vaqt beriladi. Har doimdagi joyda jamoani bilamiz, oson narsani tayyorlamaydi. Xo'sh, shart nimadan iborat? Tasavvur qiling. Biz jamoamiz bilan sizlarning ishtirokingizda Xitoyning markaziy ko'chalaridan biridamiz. Siz ana shu yerda axborot tarqaluvchi bir voqealik o'ylashingiz kerak. Вот mana shu narsa meni o'ylantirdi. Srazu qanaqadir cringe ish qilish hayolim keldi. PR direktor faqatgina bor narsalardan emas, kerak bo'lsa o'zi qandaydir voqealik o'ylab topishi va uni axborot maydonida hammani e'tiborini tortishi uchun kuchli mutaxassisga aylanishi kerak. Performans shaklida bo'lishi mumkin va uni mahalliy aholi, turistlar ko'rishi, telefonga olishi, kerak bo'lsa Xitoy ommaviy axborot vositalarida tarqalishi zarur bo'ladi. Nafaqat O'zbekiston, balki Xitoyda ham bu ommalashishi kerak. Xitoyliklarni qoyil qoldirish qiyin edi. Juda ham ko'p narsalarni bilishadi, ko'rishadi, juda ham aktiv internetda. Endi baribir chet el tilimizni tushunmaydi. Ne только bizning til, ruschani ham, angliyskini ham tushunishmaydi. Va bu shart orqali siz qay darajada professional PR direktor bo'lishga nomzod ekanligingizni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Paynet nufuzga mos keladigan, O'zbekiston imijiga salbiy ta'sir o'tkazmaydigan, aksincha faqat yaxshi tomonga, ijobiy tomonga sabab bo'ladigan voqealik o'ylashingiz kerak. Ideyalar ko'p, lekin o'rinlimi, o'rinsizmi bilmaysiz. Oson narsa emas ekan. Xitoy aholisi ingliz tilini u darajada yaxshi biladi deb ayta olmaymiz. Shuning uchun siz Xitoy tilini biladigan, Shanxay hududini tushungan o'zingizga assistent topishingiz kerak. Xitoy qat'an to'g'ri Polniy menda raslabon bo'ldi, xotirjamlik bo'ldi, chunki Xitoyda tanishlarim ko'p. Assistent uchun biz sizga 338 yuan beramiz har bir kun uchun. Odam topishni ham qiyin ekanmi deb o'yladim. Bundan tashqari, Xitoyda sinov muddati doirasida rahbarlik tadqiqoti talab qilinadi. Xo'sh, bu nima? Nima uchun kerak degan savolga alohida kichik mahorat darsini reja qilganmiz. Shikarniy master-klass. Har bitta aytilgan gap meni miyamda turibdi. Har bitta rahbar baribir o'zi borib ko'rish kerak joyiga. Birinchi o'zingizlarga qo'yilishingiz kerak bo'lgan savol nega Xitoy? Bejiz emas. Interaktiv tarafga chiqib ketishdan oldin o'zi qanaqa to'lov tizimlari bor, ozgina qiziqib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Bizdagi ba'zi bir tajribalarni u yerga taklif qilsak,
qanaqa bo'lishi mumkin edi. Juda ham zo'r, tushunarli layfhack berdilar. Qisqa, lo'nda va go'shtli ma'lumot berdilar. Har bitta tadqiqotda to'xtatadigan nuqtasi bor. Biz aytmaymiz 10 ta joyga kirgan, 20 ta joyga kirgan deb. O'zingizlar belgilaysiz. Qachonki javoblaringiz bir xil bo'lib qaytarilishni boshlasin. Zo'r dars o'tib berdilar Muzaffar aka. O'zlarining tajribalarini bo'lishdilar, ya'ni tadqiqotni qanaqa o'tkazish kerakligi bo'yicha. Men o'zim shaxsan rejalarni sizlar baholayotganda qanchalik tadqiqotinglar bilan bog'ladinglar yo'qmi, shunga men e'tibor beraman. Ma'lumotni shunaqa berishligi, jati tushunarliroq, qaymog'ini ko'rsatishligi kerak bo'ladi. O'tgan sezonda mana ChatGPT ni ishlatganlar bo'ldi, u bilinib turadi. 20 ta fayldan 11 tasini ko'rsatdingiz. Meni o'zimning birinchi savolim bor. Shunchaki ChatGPT ga buyurtma berib, tayyor takliflarni oldinglarmi? Ma'lumot olish uchun ishlataveringlar, lekin plan qilish uchun emas-da. Qadamma-qadam polni instruksiya berdilar-da, rahbarlik pozitsiyasidan. 48 soat berilgan bo'lsa, 48 soat bezovta qilmagan odam qolmadi shu soat vaqt ichida. Hammaga telefon qilib chiqdim, hammaga telegramda yozib chiqdim, begonalarga ham yozishni boshladim. 50 dan ortiq nomzodni ichidan oxirgi kuni bitta odamni to'xtadim. Aeroport keldi, Rozi kechga qoldi, chemadonlar hali tayyor emas ekan. Sinov muddatidagilar Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida sizlarni ko'rib turganimdan benihoyatda xursandman. Mana shu nuqtagacha yetib keldingiz, safingiz 4 ta edi. Demak, 3 kishi ketamizmi? Xudo xolasa, yetib keladi. Roziga keladimi yoki roziyasiz ketaveramizmi? Keyin bitta variant bor. Aha. Ayubni chaqirish. Balki shu yerda o'zida qisqartirib yuboramiz. 4 ta emas, 3 ta finalist. Xitoyning Shanxayga yo'l olyapmiz va u yerda maqsadga erishish uchun barcha imkoniyatlaringizdan foydalanishingiz kerak va ishonamanki, yorug' yuz bilan O'zbekistonga qaytamiz. Roziya qanchada kelar ekan? Keladi. Registratsiyaga kech qolyapmiz, ichkariga kiramiz. Rozi faqat ulgurdi. Amalab har doimdek kelib oldi. Почти 50 minutga kech qoldim. Aeroportga kirishim bilan gastarbayterlar bor-ku, nelegallar. Xuddi shunaqadek his qildim, chunki bilasizlar, zapretim bor edi. Yechdim, baribir ichingizdan druk chiqib qolsa, ham nimadir agar bo'lib qolsa, Organizm charchagan, lekin charchashga haqqing yo'q deb ushlab turibman. Ni hao, sessiya. gaplashamiz, borgandan keyin nima qilaman? Hammasi. Ataylab 4 ta joyi yonma-yon oldik, bir-birimiz bilan gaplashib ketishimiz uchun. Tungi reys, birinchi marta biz qat'iyat uchuvimiz bunaqa sostav bilan qanaqadir o'yinlar o'ynadik. Bir-birimizni yaqindan bilishga harakat qildik-da. Hech kim uxlatmadik. Chunki bunaqa narsa har doim bo'lavermaydi-da. Shunaqa emotsiyalarni keyin siz pulga ham sotib ola olmaysiz. Hamma hayajonda uchib keldik Shanxayga. Shanxaydamiz. Shahar vashi yutib yuboradigan. Toshkentdan 10 ta kelar ekan. Juda ham chiroyli ekan. Birinchi kirishim Shanxayga. Boshqa galaktika tasavvur qilgandim. Nu rostdan ham shunaqa edi. Voy, вообще bomba. Men bunchalik darajada kutmagandim. Odamlar, tam shovqin, suron, hamma qat'iyatdir ketyapti. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Magazinlar, chiroqlar, mashinalar, mopedlar, короче, hamma narsa. Odamlari ham umuman charchamas ekan, dangasamas ekan. Shunaqa yosh qottalari ham tez harakat qilaman deydi, ishlayman deydi. Mehmonxona juda yoqdi, 5 yulduzli ekan. Bizni 30-qavatdan nomer tushdi. O'zi 30 ta etaji bor ekan. VIP vashi. Udar. Assistent keldilar, shartni qisman tushuntirdim, shunaqa narsa qilishimiz kerak. Mas'ul Farruh. Tanishganimga xursandman. O'zbekcha ham bilishingizga respekt lekin. Assalomu alaykum, o'tiring marhamat. Xo'p, Diyor aka. Qanday yetib keldingiz? Ko'rishdik, tanishdik. O'zi istarasiz issiq odam ekan. Amin bo'ldim, bugun zo'r kun bo'ladi. Как вы? Yaxshi keldingizmi, tuzimsiz? Тут погода классная, мне очень нравится. А то bu hafta shunaqa ya. Да. Assistent zo'rini tanladim. Sinov muddatida ishtirokchilarimiz o'zlariga assistent aniqlashlari kerak edi va ular xorijdagi vatandoshlarimiz bo'lishdi. Hozir tanishib olishimiz mumkin. Roziya, marhamat, sizdan boshlaymiz. Bizda ikkita rozочка. Bular rozalar. 2018-yildan beri Xitoyda yashaydilar va universitet magistraturani bitirganlar va hozirda PhD doktoranturada o'qiyaptilar. Roza, O'zbekiston qatnasiz? Men o'zi Xorazmlikman. Xorazmliksiz? Aqlli, начитанный, farosatli и приятный qiz.
Mani assistentim musulmon. Bu yerda 2023-yildan beri yashaydilar. 3-kursda injiniring bo'yicha o'qiydilar. Hozirda Xitoyda tarjimonlik bilan shug'ullanadilar. Xitoydagi vatandosh tarjimonlarimiz chat bor ekan, o'sha orqali biz tanishdik. Xursandmiz. Musulmon. Xo'p, Shohruxxo'ja. Ismlari Diyorbek. HSK 5, IELTS 7, magistraturani bitirganlar. Nuboy savolinglar bo'lsa Xitoy bo'yicha hal qilib beradilar. Aslida Qashqadaryodanman. O'sha Xitoyda 2 yildan bir magistraturani o'qiyapman, shu yil bitirdim. Shohruxxo'jada g'irt o'ziga o'xshaydigan bitta qanaqadir bor. Mani assistentim, ismlari Nazli. Shu tug'ilganlar, asli Uyg'urlar, biznes bilan shug'ullanadilar. Yuda do'kon ochaman. Undan sirt mana shunaqa tarjimonlik bilan shug'ullanaman. Sizlar bilan tanishganligimdan juda ham xursandman. O'zbekistonda Yuda biznes qilish jarayonida o'rganganman. Boshqalar ham qahramoni Dastoyni odamga keldi. Tashqi ko'rinishi ham ani ishonch uyg'otadigan odamga kelibdi. Lapashiylar kelmabdi. Biz shart bajargani Nandum Road shunaqa joyga bordik. Juda ham chiroyli katta binolar, hamma brendoviy magazinlarni tochkalari bor ekan, zo'r ko'cha ekan. Bordik, tayyorgarlik ko'rdik. Infopovod yaratish kerak edi. Birinchi o'rinda o'sha bizning milliyligimiz, bayrog'imiz. Aziz vatandoshlarimiz, biz bugun Xitoyning Shanxay shahrida Nanjing ko'chasidamiz. Bu yerda kuniga 100 minglab sayyohlar aylanib yurishadi va o'sha O'zbekistonda aytilgan shartni aynan mana shu nuqtada amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. PR direktor o'zi voqealikni o'ylay olishi va axborot makonida yangilik bilan kirib borishi zarur bo'ladi. Ekspertlarimiz ham aynan mana shu nuqtada sizni bir chetdan kuzatishadi. Hammaga omad yor bo'lsin deymiz. Ishonamizki, o'ylagan maqsadga erishasiz. Infopovod juda ham kerak edi. Qo'lidan nima kelishini hammani mana shu shart ko'rsatadi. Xaltam narsalarni chiqaryapman, do'ppalarim bor edi. 这是毛子，我们的创豆子，可以的，不bo'ladi, muammo yo'q. Milliy kiyimda muammo yo'q. Hamma o'zi assistent bilan ovora, unga tushuntirish, qanaqa qilamiz, qanaqa qilmaymiz. Voy, shu paytda polis bosolsa bo'ladimi? Polis endi anaqa qilmasa bo'ldi. Hammani bermasa bo'ldi. Yo qochamizmi? Ana kelyapti delegatsiya. Nima qilasizlar bu yerda? Mumkin emas dedi. 那我们这边不行，哪一块可以拍吗？不是，南京路上不可以，你离开南京路拍也可以。如果你要在南京路上拍的话，你可以到南京路的风金范，他们有个专门的，就是类似于。Bo'ldi, xo'p, извините deb ketadigan joy edi-da. Farruh akani assistenti kachat qilib urdi. Menimcha Nazli murakkablashtiryapti jarayonni. Nega, qanaqa qonun, qanaqada yozilgan, unaqa narsa deb so'ragan deb eshitdim. Xo'p, kimdan ruxsat so'rash kerak? Davomimizda u aytayotdi, bo'ldi, o'sha ruxsat beradiganga aloqaga chiqaman. U keldi keyin. Yana kelishdi. Butun maydonni aynan bizani oldimizga Sizlarga pasport ma'lumotinglar kerak, bilishimiz kerak o'zi kim sizlar deyapti. Agar ruxsatnoma uchun yana ham olish kerak, biz aktivani olamiz. syomka uchun ruxsatnoma kerak. Ruxsatnoma uchun Qatarga borishinglar kerak. Qatarga borishinglardan oldin biz sizlarning hujjatinglarni tekshirishimiz kerak. Chuqurlashib ketgandan keyin sekin уже chiqyapti. Energiya zaryajniy bo'lasiz-ku. Bo'ldi, уже tamom dedim. Uzoqroq tursam yaxshi dedim. Syomishning gruppa bo'ladi, ishtirokchilarni hammasini yig'ishtirib, mashinaga tiqishdi. Hali syomka boshlanmagan edi. Biz polisdamiz. Hozir mahkamaga olib ketyapti bizani shart bajarish jarayonida. Nimadan bunaqa nima xursand bo'lib ketyapti? Disneyland olib ketyapti deb o'ylayaptim bular hammaligi. Politsiya mahkamasiga bordik. Olib kiryapti. Men sразу Jeki Channing kinosini esladim. Politsiyskiy uchastkada yuradi. Bittasi formasiz deb. Qanaqadir strashniy joy deb o'yladim. Yo'q, strashniy emas ekan. 拉过去不是要做什么活动的话，需要申报的。我们都没有申报，这个肯定不行的。上到义乌，然后到这边来的。那么他们开始呢想， Har xil politsiyalar kiryapti-da, savollar beryapti. O'zi nima qilyapsizlar, necha kishisizlar, nimaga keldinglar? Biz aytamiz, turizm bo'yicha keldik. Bu yon chiroyli joylarni suratga olamiz. Polisdamiz, 1 soatdan beri. Ko'nglim xotirjam. Bular klub yaxshi muomala qilishdi. Pasportimizni rasmiy olishdi. 2 oy suhbat, shundan go qaytamiz. Yana syomka. Saudiyada paytim xuddi shunaqa ketib qolganmizda, bir haftaga qamab qo'yamiz deyishgan. Qonun есть qonun. Har bitta davlatda o'zining jostki qonunlari bor. Mana shu qonunlarga biz amal qilishimiz shart, majbur. O'tirimiz o'sha yerda kulishib, как будто biz politsiya mahkamasida emas, hammamiz xolamiznikida o'tirgan deb. Men bu yerda o'tiribman, nima bilan tugirkan deb o'tiribman deb, men hamma xursand, videolarga boshida o'tirishdi. Infopovod yaratildi, Allohga bersam shukr. Kompaniya nomini hali qo'shmadik. Men hali boshlaganim ham yo'q. Xitoylik opa o'tirganda keldi, mana bunaqa o'tiribdilar-da. Ani xotinga rosa podarka bergim keldi.
Uzbekistan. Yeah. Begona davlatdasiz, tilni bilmaysiz, nima qonunni buzayotganingizni bilmaysiz-da, qanaqa javobgarlik bo'ladi? Nimaga buni hisobga olish, hech narsani bilmaysiz. Omadimiz kelib, chiqib ketdik. Polisda 1 soat qolib ketdik biz. Endi mana chiqib, 2 soatmi? Mana shu yerda. Endi chiqib ketamiz. Zo'r bo'ldi. Infopointni eng zo'ri. Nima uchun o'tirding? Nima bo'ldi? Tushunmadim даже. Ona, men kutganingiz, ishonganingiz qaytishimga. Qaytdim siz uchun. Shanxay politsiya mahkamasini ham ko'rib chiqdik. Menga yoqdi deyman. Nafas qayli, ozodlik nafas boshqacha bo'lar ekan. Boshqa joy qurib qolganda yana o'sha yerga bordik. Baribir risk yana, chunki yana o'sha yerda yurishibdi militsiya, yana o'sha yerda muammo bo'lishi mumkin. Ijodiy jamoa ham ogohlantirdi, ehtiyotroq bo'l. 30-1 vaqt ketdi. Iloji boricha politsiyskiy ko'rmaydigan odam kam joylardan yurib ketyapmiz. Hi, we have a gift for you. We have a questions. It's okay for you? A little question. Do you know the flag? Which country it is? In the Central Asia. What do you think? O'zbekiston bayrog'ini bilmayman deganlarga Samarqand, Buxoroning rasmini ko'rsatdim, ko'plar bildi. Which country's flag it is? Yes. Which? Oh, thank you very much. We have a gift. This is for you from Uzbekistan, from the Paynet Fintech company. Thank you. Goodbye. Ko'pligi o'yladi, Xitoyda ko'p ekan, nima reklama. Bizning yonimizga ham rosa ko'p kishi keldi, kartochka bilan shu narsa sotib olamiz, olasam, ular ham shunaqa deb o'yladi. Narsa sotib olibdimi bo'ladi? Yo'q, kerak emas, ketaverdi. I'm not there. Okay, thank you. Bo'ldi, o'chiring. Ko'plar rozi bo'lmadi. Intervyu, videoga olmaylardi. I will help you. This is a Bukhara in Uzbekistan. This is a Uzbekistan's flag. Ko'nglim to'lmadi, boshqa variantim yo'q edi. Hech kimni bezovta qilmasdan, politsiyani ko'ziga tushmasdan nimadir qilishimiz kerak edi. Bittasi, men bilaman Paynetda dedi, O'zbekistonga kelgan ekan. Menda 3 ta narsa edi maqsad. O'zbekistonni ko'rsatish, Paynetni ko'rsatish, Xitoy xalqi bilan qanaqadir взаимодействие qilish. Cringe qilish mumkin emas, o'ynash mumkin emas, to'polon qilish mumkin emas. Can you take a guess? Which country is he from? I am from one country. Europe. No. This face. American? Nah. No. Central Asia. If you can find, we prepare the gift for you. Kazakhstan? No. Uzbekistan. Right. Yeah. Awesome. That was good. We have a gift for you. Sherigimdan men vazifani bajaramizda. 3-ko'zimiz skaner qilyapti-da, militsiya. I'm gonna teach you one word, one phrase in our language. Okay? Man. Paynetni. Sevaman. Targ'ibotda bitta qonunlari bor. Odam o'zi qaytarib etsa, o'shanda odam miyasida qoladi. Uzbekistan. Man. Paynetni. Sevaman. Menda maqsad nima edi? Odamlarda qiziqish uyg'otish. Nima ekan, kim ekan, qayerdan ekan? 你们没有猜对，还是我们给你了。Thank you. 希望你们喜欢啊！再见。然后你来，你同意参加我们的小游戏吗？ Assistent молодец, yorvordi. 第3个乌兹别克斯坦，恭喜你猜对了，答对了 ，top 的，sihatli is top 的。 Man. Paynetni. Sevaman. Men bugungi kundan imini shartni bajarishdan juda ham xursand bo'ldim. 10 ta odam qochadimi, 100 ta odam qochadimi, glavniysi 15 dan 16 ta odam do'ppini olib ketdi, xursand bo'lib. Вы интересуетесь футболом? Ну, не особо. Я хотела вам подарить этот подарочек от Узбекистана. Да, а вы знаете, что Узбекистан в этом году вышел на чемпионат мира? Это я знаю. Вы знаете, да? Это вам от компании Paynet. А вы можете на камеру, пожалуйста, сказать Узбекистан Алга? Uzbekistan Allra. Yes! O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga chiqishi bu juda ham katta infopovod men uchun emas, butun O'zbekiston uchun. Shopperimda Paynetda logotipi yopishtirilgan stiker bor edi. Berayotganda biz tushuntirib o'tdik, bu Paynetdan senga sovg'a dedik. You know FIFA World Cup in this year. So do you know about Uzbekistan? Uzbekistan is also attending. Uzbekistan вышел на чемпионат мира. Yeah, do you know? So can you help us to support our Uzbekistan team, please, to our camera? Iran is also great. In Uzbek language. Uzbekistan Olgay. Ini
We are. Bular вообще tushunishmadi. This is a company payment. This is Uzbekistan's payment system. Узбекистан, Орха! А вы интересуетесь футболом? Футбол, да. Да? А вы знаете, что Узбекистан вышел? Yeah, Uzbekistan team is attending in FIFA World Cup. You know, right? Okay, this is from Uzbekistan. Oh, I love Uzbekistan. Have you been there? Uzbekistan, Olga! Boshi qoyil qoldim. Не только xitoyliklar, eronliklar bor edi, ruslar bor edi, yevreylar to'xtadi, induslar to'xtadi. Hammasidan so'rayapmiz. Da, ye, O'zbekiston deb. 世界杯，你知道吗？世界杯我知道。 Biladi? 乌兹别克斯坦也参加今年世界杯，你知道吗？你可以说叫乌兹别克斯坦。 Juda qiyin lekin shart bo'ldi prям. Bunaqa boshqa davlatda bu darajada masshtabni infoprovod qilmaganman. Почти hammani to'xtatgan bo'lsam, hamma bilar ekan O'zbekiston FIFA World Cupga chiqadini. Всё, rahmat, charchadim. U ketma-ket navbat kelyapti. Men oxiridan. Men navbatim keldi, shart boshlandi. Menga 20 daqiqa berilgan. Plakatim bor. 4:2 ga 1:8 bo'yi. Orzular devori. Ya'ni har bir inson o'zini orzusini yozadi va qo'l qo'yib ketadi. Pastda Paynet hamkorligida xalqaro tanishuv. Shoshib-pishib zirazi yig'ishga tushdim. Ko'tarishimni bilaman. Polis keldi. Sirazi plakatimni anaqasiga yig'ishtiryapti-da, yur deyapti. Orqamdan yuringlar dedi, qayerdir olib ketyapti. Bu holatda eng yomon nimada yana militsiyaga tushib qolishdi. Chunki bir marta qilding, ha mayli bilmadi deb qo'yib yubordi-da, ikkinchi marta qilding, qasddan qilding bo'ladi-da. Bunaqa местный politsiya bor ekan. O'shanga keldik. Ikkinchi marta olib ketishyapti. Shu o'tiramiz mana qilib. Biz uchun qadrdon bo'lib qoldi. Yana polisdamiz. Mana plakatni ichkariga olib kirib ketgan tekshirgani, o'tda nima yozig'lar bor, chunki har xil yozig'i bor-da. Qancha vaqt davomimiz kutinglar deyilyapti. Pasportingni ber, vizang bormi, qachon ketasan, nimaga kelding, buni nimaga yoyibsan o'zi, mumkin emasligini bilarmiding? Mana shunaqa savollarni berishyapti tindirmasdan. Tergov xonasi u yo, respekt ularga. Qornimizni och yeb kelsak bo'ladi, nimadir davomimizda ovqat olib kirib berdi. Halol ovqat yeyaveringlar deyapti-da. Xullas u yoqdan 1-2 soat qolib ketdik. Research qilib ko'rish kerak edi-da, bunaqa narsa mumkin emas. Всё, mumkin emas, bu narsani qilish kerak emas edi. Eng katta polis keldi, u nuqta qo'yadigan, hal qiladigan ekanda. Tushuntirdi, mumkin emas, qilish kerak emas, bunaqa narsalarni plakat olib qolamiz dedi. Men aytaman, yo'q, qo'rsa deyapman-da. Qo'lini cho'zyapti, 5 tashmoqchi deb. Welcome to Shanghai deyapti. Xush kelishim, shunaqa polislarga boy bo'lib o'tdi. 2 soat polis o'tirib chiqamiz. Shanghai bizga faqat politsiyasini tanityapti. Demak, bugungi ishlaringizni bajarmadingiz. Da, bajara olmadim. Nima bo'ladi? Bilmadim, peshini yozilgani bo'ladi. U singan, to'kilib qolmagan, singan. Bu yoqda qornimiz ochdi, restoranga bordik, chunki biz hech nima yemadik. Samolyotda ham olib keldi. To'g'risi Xitoylarning ovqati umuman yoqmadi. Men uni tanlagan assistentim juda zo'r yigit ekanlar-da. Ular предложить qildilar bizga, olib bordilar. Вообще zo'r ekan. Va nihoyat halol, qo'rqmasdan ovqatlansa bo'ladigan joyga o'xshadi, ishonchli. Uyg'ur restoranda biz lag'mon zakaz qilib qo'ydik. Uyg'urskiy ovqat zo'r ekan. Lekin men bu Xitoy o'zining ovqatlari va yoqmadi. Sinov muddati finalistlari yana bir karra assalomu alaykum. Biz Xitoydamiz, Shanxayda yangi kun va kayfiyat a'lo. Kechagi shartlarni hozir tahlil qilmaymiz, sababi hozir hech kimning kayfiyatiga salbiy ta'sir o'tkazish niyatimiz yo'q va biz yangi shartni e'lon qilishimiz mumkin. Xo'sh, men bugun sizlarga konvert bermoqchiman va ichida nima bor deb o'ylaysiz? Shart. Pul. Karta, может, kreditniy. Ochib ko'rishingiz mumkin bitta-bittadan. Soqqa. Har biringizga 100 yuandan pul berdik. Siz naqd pulni 5 daqiqa ichida elektron pulga aylantirishingiz kerak bo'ladi. Bankomat qatdan topdim-da bu yoqda. O'sha yerda men tamom bo'ldim. Toshkentdaligingizda har biringizga aytilgan Xitoyda ishlatiladigan mobil ilovalarni ko'chirib olishingiz kerak edi. Umid qilamanki, hammada bor. Menda yo'q. Menda ishlamayapti. Identifikatsiya qabul qilmadi. Tushunarli. Bu endi kimning muammosi? Nashat. O'zinglarni. Shohruh sizda bormi? Farruh? Bor. Menda ham bor. WeChat bor. Alipayda muammo bo'ldi. Yana ikkita variant bor edi. Sinur sizda bormi WeChat, Alipay? Ikkalasi ham bor. Hozir biz sizlar bilan Y Townga boramiz.
va u yerda aynan birinchi bosqichda siz naqd pulni elektronlashtirishingiz kerak. Amirxon e'lon qilgan paytida men telefon qo'ylab уже xalq bo'ldim, nima qilish xatga boshish. Ana endi ikkinchi shartning ikkinchi bosqichini sizlarga tushuntirsam. Odamlar bilan suhbatlashasiz va jarayonni, atrofni real kuzatasiz. Birinchi savol: nega Xitoy naqd puldan voz kechyapti? Ikkinchi masala: qaysi Xitoydagi amaliyotlarni, pul bilan bog'liq amaliyotlarni O'zbekistonga olib o'tish mumkin? Xususan, Paynet kompaniyasi uchun qanday yangiliklarni siz taqdim eta olasiz bu yerni o'rganib? Sizlardan so'ralayotgan narsa fintech sohasi uchun qanaqa yangiliklar borligini Xitoy bozorida o'rganish talab qilinmadi. Buni o'sha prezentatsiya formatida ko'rsatib berishlik kerak edi. Вы находитесь в другой стране, нужно проявить коммуникацию с людьми, как вообще в истории эти методы платежей к ним пришли в жизнь, и как они адаптируют, что легче. Это поможет вам больше понять, что нам ближе подойдет. Eng muhim shartlardan bittasini ham Muzaffar aka o'zi bizga trening qilayotganlarida Toshkentdaligimizda aytuvdilar. O'sha aytganlaridan tayyorlanish boshladim. Ijodiy jamoa ham Alipay, WeChat, skajaz quvol urishganga bekor etilmayotgani o'zi aniq edi bu narsa. Sevinch, avvalgi uchrashuvimizda Paynet kompaniyasi sizga ajoyib sovg'a bergan va ana shu ko'zoynaklarni ishtirokchilarimizga berib turish kerak bo'ladi. Sababiki Sog' qaytarsanglar bo'ldi. Shaffof har bir jarayonni kuzatishimiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Mehmonxonaga qaytgandan keyin sizga 2 soat vaqt beriladi. Siz taqdimot tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Hammaga omad yor bo'lsin. Rahmat. Bo'ldi, rozisan, tugatding dedim. Shanxayda yuragiga bordik. Juda chiroyli joy ekan. Katta binolar. Endi Shanxay ochildi bor, ungacha qishloq edi. O'jim joy ekan. Xitoyliklar boshqa narsadan sira rasm tushib, aylanib yurishibdi. Anchadan beri boraman deb orzu qilib yurardim. Qarasak o'sha lokatsiyada turibmiz-da. Boshqa o'rindaligi ko'rindi bugun borgan joyimizga. Kayfiyat yaxshimi? Tushunishimcha savol bor. Qanaqa savol? Elektronlashtirish kerak, shu 100 yuanni, to'g'rimi? Uni men u kimdan so'rab turib, mana shu aholidan so'rab turib ham elektron koshlogimga tashlatirsam bo'ladi? Bo'ladi. Biza turgan joyda bank uzoq. Bankga topish amr maholda. Yaxshilab o'rgansangiz hamma narsani bar ilojisi bor-da. Titkiladim, topdim, koshelogi borligini, ikki plata orqali to'ldirish mumkinligini. Please. No? Вот 100 ming bor Alipay. No? Okay. Bu shart umuman bajara olmayman. I'm sorry. Сможете? 100块，我支付宝给他，他是外国旅客。Okay. Thank you very much. 谢谢, rahmat. Вот. Lekin 1 minutga qolmay bajarganimga o'zimga o'sha qoyil qoldim. Ketdimi? 5 minut ketdi. O'ylayapman, qani kimga boraman. Sisi? No? No. Sisi? 问一下那边的那些。 Men o'zimgacha shavon qilib olgandim. Visa kartamga yoki WeChat'imga pul tashlab bera olaysanmi deganman-da, mana xitoycha o'zbekcha tarjima qilib qo'yganman. Please. Sisi. WeChat. Okay. WeChat'dan anaqamni ham chiqarib olgan edim. Ya'ni balansimni, QR kodi bunga tashlasa, bitta tashlasa bo'ladi-da, ya'ni nomer aytish ham shartmas. Okay. Finish? Yes, finish. Sisi. WeChatga o'tkazdim. Hozirgi kunda WeChat bo'ladi, vashe aktualni ekan. Pulni bir-biriga o'tkazish, yozishish, Paynetga mashina olib kiraman. Rangi ham prям Paynet rangi-da bor. I have a yuan. I need a virtual money. Maybe under this building. I have a yuan. Can you just make me this yuan in my Alipay? You can go to any store. Any store? You don't have? Yeah. Okay, thank you. Identifikatsiyadan o'tmagan bo'lsam, faqat bitta yo'lim bor edi, bank kartamga pul tashlatish. Yaqin o'rtadagi bankni qidirishga harakat qildim. Yaqin o'rtadagi banki ham 5 minutlik masofa, u yerga borgandan keyin ham o'chirt olish kerak. Yarim soatdan ko'p vaqt ketadi-da. Excuse me, where is the bank? Bank. 你能告诉我什么是银行吗？ Oh, I have a yuan. Can you just make me Alipay, please? Please. Tugadimi? Okay, bo'ldi. Mana, bo'lmadi.
Receive qilishga yo'q, u o'tkazib berishga harakat qildi. Menga 100 yuan ko'rindi, lekin baribir men qabul qila olmadim-da men tarafdan. Yozib oldim. Men YouTube ga video olaman. Iltimos seni yordaming kerak. Ni hao. 你是中国人吗？哦，这个看不清。 Okay. Har doim vajohatlar ham oldiga kelaman-ku, bu gal spokойно kelishga harakat qildim-da. Bab odamni qo'rqurdi. Значит, ayb menda emas, ayb odamda. No. No, okay. No. Okay. Bittasiga bordim, ikkinchisiga bordim, uchinchisiga bordim, oxirgi bittasi xo'p dedi. Alipay? Okay. Awesome, thank you. Boshqa hammadan menga pul o'tyapti, tekshirganda. Pul o'tkaziladi, o'tmayapti. Oxirgi marta naqd ko'ray. Yes. Okay. No. No. Take it. Rahmat senga pulni olsam, yo'q deb ketib qoldi. She. 100 dekani qoldik. O'zi 100 yuan, kichkina pul emas, endi 200 mingga yaqin pulli. 200 mingga yaqin pulni shunchaki berib yubordi. Hech narsa olmadi. Biz misol uchun 5 ming sadaqa qilsak-ku, nima o'zimizga narsa olamiz. Menda ham tugadi mana, hozir ham tugadi. Ham tugadi. 556 ta tugadi deydi. Kamerani ochib qaradik, tekshirishdi. Rostdan ham tugagandan keyin pul o'tkazdi. Xo'p, o'rtoqlar, charchamadinglarmi? Yo'q. Kayfiyat yaxshimi? Zo'r. Sizlar birinchi shartni bajarguningizcha men shopping qilib chiqdim. Ko'rdim. Ana endi vazifani ikkinchi bosqichi. Sizlarga naqd 30 daqiqa vaqt beriladi va kechki taqdimot uchun jarayonni maksimal darajada o'rganishinglar. Mana shu xalq bilan yaqindan tanishishinglar va ularni pul o'tkazmalarini anglashinglar. Bundan tashqari tadbirkorlar bilan ham suhbatlashib o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. 3, 2, 1, vaqt ketdi. Shanxay bomba. Shunaqa aylangalarim kelib ketyapti, lekin hech ham aylangani vaqt yo'q. Magazinlar, katta mollar, birontasiga kirgani vaqt ham yo'q, sharoit ham yo'q. Я сейчас участвую в реалити-шоу, и мне дали задание. Aha, 1 minute. O'zimga ikkita segmentda tanlab olgan edim. Sotuvchilar va sotib oluvchilarni 5 tadan savol tuzib qo'ygandim. Okay, next up. 您最常使用支付软件的哪些功能？ Savollarni rus tilida, ingliz tilida, xitoy tilida va transkripsiyasi bilan har bitta savolimni yozib qo'ydim. Excuse me, 1 minute please. 实在不好意思，我也很想帮你，但是我们老板规定，如果 Birinchi odamlardan so'radim, bu yoqda nima to'lov usuli. Men sayyohman va bir nechta savollarim bor, maylimi? No. Aka настроенияsi olgan. Borib yugurib duch kelgan odamdan so'rab ketsam bo'lmasdi. Meni ro'yxatimda kafe, restoran, mahalliy aholi yoki sayyohlar shulardan so'rash kerak edi. I'm sorry guys, can I just ask question? Yes. I'm just looking for the ATM, but they are not accepting. Men planim bor edi o'zim qilishni. Shu rejamda vaqtim uchdan bir qismi kuzatuvga o'tkazish. 10 minut qarab yurdim, qayerda nima joylashgan, qayerga odamlar kiryapti, qayerda odamlar chiqyapti, qayerda suvda go'jum. Biznes 3 ta narsada qurilishi kerak. Birinchisi, odamlar har doim ovqat yeydi. Ikkinchisi, odamlar har doim kasal bo'ladi. Uchinchisi, odamlar har doim o'ladi. Mana shu 3 ta narsani orasida biznes qiladigan bo'lsak, uzoq davom etadi. Anaqa biznes trenerga borib o'tirmaylar, men o'zim kelsa yarim pulga shundan o'rgatib qo'yaman sizlarga. 3 ta joy o'zimga mo'ljallab qo'ydim, mana shu yerga kiraman deb turib, Huawei'ga kirdim, bolalar o'yinchog'iga kirdim, bitta kafe suhbat qildik. Uzbekistan. Yeah. Oh, I know this country. Your country is enter World Cup. Yes. UK congratulate us. This is the first time. Hayda boshdan ikkita joyda. Kafelarda hayda bosh gaplashib turganimizda. O'qiyapti, keyin o'ytyapti. Ba'zi Xitoy qisman уже tushunib qoldim gaplariga. Til o'rganish menda tezroq. WeChat? 对。WeChat. 当然是电子支付。 O'sha gapidan o'sha qolganini mozaika qilib yig'ib olsa bo'ladi-da. O'sha tilni qalban yaxshi ko'rsangiz o'rganasiz. Xitoy tilini yaxshi ko'rdingizmi? Yo'qdi. O'zi Xitoy o'zi yoqdi. Qo'lida naqd pul yo'qda, ko'tarib yurish shart emas. Joyida QR kod bilan to'laveradi borib. Birinchi savolim, internet ishlamayapti, lekin sen oplata qilishing kerak, yoningda nalichka yo'q. Nima qilarding desam, QR kodim bor dedi. Internet bo'lsa, QR kod orqali men to'lab qo'yaveraman dedi. Telefoning ham qolib ketdi, yoningda nalichka ham yo'q. Nima qilasan dedim. Face ID'im bor dedi. Все, я получила свои ответы. U yoqda kassada o'tirganlar bilan gaplashishni boshladim. Uni ham skrinshot qilib olganman. Alipay, WeChat Pay. Alipay, WeChat. Apple Pay. Apple Pay no. Yes. Bu yerda optionlar bor ekan: Alipay, WeChat,
Bu Union Pay bizda yo'q. Alipay orqali to'lashga harakat qilamiz. Вот, shunaqa usulda qilsa bo'lar ekan. Mana payment failed. Nima uchun? Kafeteriyadan so'radim, keyin Xitoycha milliy taomlardan so'radim. Senur hozir Alipay bilan to'ladi. Men Visa karta bilan to'ladim. Alipay, WeChat, cash. Cash is okay. Money, Visa card. Mastercard. No card. Alipay. Only Alipay. Savdo markazini ichidagi kiyim sotadigan yoki parfumeriya sotadigan do'konlardan so'radim. Kameraga tushishni xohlamaydiganlar ham bo'ldi, lekin ular ham harakat qildi javob berishga. You have cash? Yes. Accept cash? Yes. WeChat, Alipay? Yes. Visa card? Okay. Visa card okay? Okay. Ikkinchi shartdan men ko'nglim to'ldi, chunki men hamma kerakli bo'lgan ma'lumotlarni 30 minutda ola oldim. Yarim soat ichida ulardagi to'lov turlari qanaqa qulayligini izladim-da. Nimaga bunchalik ko'p bular foydalanishi, bular qanchalik qoniga singib ketganligini tushundim-da. Bu yerda ChatGPT ishlamas ekan. Rayon не поддерживает там 403. Eng qizig'ini aytaman, hozir bu kimda savol ham tug'ilishi mumkin. VPN endi doda xo'jasi mana shu bo'ladi. Kirdim mana. VPN yoqildi. Endi davomini ko'ringlar. Savollarga o'rin qoldirmang. Boshqatdan ham kiraman mana. Voy, ishlab ketib qoldi. Endi ishlataman. Boy ishlamadi VPN yoqsam bo'ladi. No, I have Alipay. I have Alipay WeChat. Okay. Oh, Humo. Oh, wow. Yeah. Can I take a picture? Yes. Oh, wow. Small Turkey. This is our country. Yes, I see. Uzbekistan. Nima prezentatsiya qilishimni, nima taqdimot qilishimni o'zi planim tuzildi. Keyin biz yana mehmonxonaga qaytib keldik. Prezentatsiyalarimiz uchun 2 soat vaqt berildi. Hamma ma'lumotlarimni zametkaga yozib olgandim. Onlayn research ham qilib ko'rdim. O'sha bank, qancha aholi yashaydi. Hamma emotsiyalarim bugun bo'ldi yana. Yig'ladim ham даже, chunki vaqt juda kam qoluvdi. O'sha yarim soat vaqtim qoluvdi. Men hali ham informatsiya yig'ish bilan ovora edim. Deyapman, sen tezroq qilishing kerak. Zdatsiya ham qilmoqchi bo'ldim. Короче, hamma misl o'tdi-da. Planim bor, hamma narsam bor-da. 45 minut shu narsa bilan shug'ullandim, faqatgina o'sha notebookga tushirish bilan. Xonaga kirib keldik. Hayajon juda ham kuchli edi. Yurak dukurlab uryapti. Assalomu alaykum hurmatli sinov muddati reality shousi finalistlari, sizlarni Amora mehmonxonasining konferens zalida ko'rib turganimizdan benihoyatda xursandmiz. Ijozatingiz bilan bugungi kuzatuvchilarimizni, ekspertlarimizni tanishtirib o'tsam. Paynet kompaniyasi bosh direktori Anvar Isamuhammedov. Ayni paytda bizni jarayonlarni Toshkentdan turib Paynet bosh ofisidan Paynet kompaniyasi direktor o'rinbosari Muzaffar Komilov ham kuzatyaptilar. Assalomu alaykum Muzaffar aka. Va alaykum assalom hammaga. Xursandmiz. Xitoylik kommunikatsiyalar bo'yicha mustaqil fikrlovchi Ojen Ping. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ni hao. Xitoyshunos Sulton Rasulov ham bor. Bizga bevosita, demak, tarjimon sifatida ham ishtirok etasiz. Faolligingiz zarur bo'ladi. Sinov muddati reality shousi o'zini ifoda etish bo'yicha mutaxassis Kamola Usmonova, Paynet kompaniyasi marketing bo'limi rahbari Den Pyotr, Paynet kompaniyasi ambassadori Sevinch Boboqulova. 2 kun davomida maxsus vazifalarni, shartlarini bajardingiz va bugungi tahlil o'rganishdan avval kechagi jarayon bo'yicha ekspertlarimiz fikr mulohazalarini tinglashimiz kerak. Umidaxondan boshlaylik. Muloqot qildingiz, lekin bariga ham yondashuvda ozgina mahalliy odamlarni haligi emotsiyasi borligini inobatga olish kerak deb o'ylayman. Sababi xitoyliklar, osiyoliklar bu emotsionalniy xalq. Mediada bir qanaqadir wow beradigan narsa bariga bo'lmadi. Anvar aka aytgan gaplari to'g'ri edi. Unaqa yoritib bera olmadik, unaqa wow PR ham bo'lmadi. С точки зрения организационной части там было все в целом окей. Но про инфоповод и Paynet я не встретил в ее задании. Ja ko'p bo'lmasa ham bor edi, targ'ibot ichida bor edi. Keyin men o'zimni esdalik suvenirlarimni Paynetda logotipi tushirilgan idishga solib ko'rsatganman. U ham baribir ko'ringan ularga. Roziyaxonni yondashuv juda ham yoqdi. Berilgan topshiriqni siz anglaydingiz, mavzuni to'g'ri tanlab
oldingiz. Ya'ni odamlarni e'tiborini qaratishga yondashuv, muloqot ham o'rnata oldingiz deb bilaman. Было очень интересно. К сожалению, тоже про Paynet там было минимально. Особого инфоповода я тоже не увидел. Вот. Но по организационной части тоже жирная пятерка, я считаю. Roziyada o'zini podovat qilgani yo'qdi. O'sha milliy kiyimlarni kiyib, tashkiliy tarafdan yaxshi yondashibdilar, lekin ularning ham baribir umidaga o'xshagan xatolari bor. Yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edim. Ko'rinish jihatdan ham, ya'ni prezentatsiya ham. Farruxga keladigan bo'lsak, ancha puxta tayyorgarlik ko'rilgan, lekin bu narsani ko'rsata olishda muammolar bo'ldi. Когда делается какой-то креатив, необходимо рассматривать юридическую основу тоже. Вы ехали в другую страну, где другие правила, другие понимания. Из-за того, что вы не усмотрели эти риски, поэтому ваше задание считается невыполненным. Farruh ayb emas deb hisoblayman. Endi bu bilmaganlikdan kelib chiqqan. Lekin shart bajarilmadi, to'g'ri. Ideyasini menga aytib berdi keyin Farruh. Qiziq ideya edi, lekin в целом o'tda men Paynet unchalik aloqasini ko'rmadim, lekin odamlarni jalb qilish bo'yicha menimcha Farruh hammani urib qo'ydi, chunki Farruh politsiyani e'tiborini olgan. Молодец. Ya, infopovod yaratilgan, lekin biz buyurtmasi asosida emas. Tayyorgarlik bo'yicha baho qo'yib ketdilar. Xursand bo'ldim. Keskin anaqa bo'lmadi. Juda xursand bo'ldim. Shohrux xo'jaga keladigan bo'lsak, haqiqatda harakat bor. Har tomonlama har xil yondashib, odamlarga muloqot qilib, oxirigacha pozitiv nastroyeniyada bo'lib turishdi. Menga misol uchun bu narsasi yoqdi. Axborot sohasida qanaqadir wow effekt haqida gapiradigan bo'lsak, wow effektni men o'tda ko'rganim yo'q. Из всех критериев, которые были даны участникам, он заложил практически больше всех. Организация тоже, я считаю, была на высшем уровне. Но инфоповод, к сожалению, там я не увидел. Juda ham o'rinli etdilar. Aslida men qo'shilaman. Men oldindan bu narsaga tayyor bo'ldim. Maqsadim o'yin ramkasidan chiqib ketmas edi. Tashkiliy qismida menimcha qolgan ishtirokchilardan ko'ra sal bo'shroq. Lekin xitoylik fuqarolarni o'ziga jalb qila oldirish hisobiga qoplab ketdi. Umumiy bajargan shartimdan kechamiy turib hozir aytaman, men mamnunman. E'tirof qilgan narsalar hammasiga roziman, xursandman, qo'shilaman. Agar yomonlashgan bo'lsa, qo'shilmayman gapligiga. Kamol Usmonov, marhamat, sizni eshitmoqchimiz. Avvalambor bu etapga yetib kelganinglar uchun hammanglarga minnatdorchilik bildiraman. Hech kimni yomonlamoqchi emasman, lekin maqtamoqchi emasman. Umumiy shartni, mazmun mohiyatini menimcha 30-40% ga tushungansizlar. Shaxsan men o'zim sizlarni o'rninglarga qo'yib ko'rganimda, birinchi kelgan xayol shunaqa bo'ldiki, PR bilan marketingni ajratib olish zarur. Men PR bilan bog'liq bo'lsam, Xitoy bilan O'zbekistonni nima bilan bog'lashim mumkin? Birinchi xayolimga kelgan narsa bu Великий шелковый путь. Shunga urg'u berish mumkin edi. Bema'ni, banalniy, cringe narsalar bo'lmasin deb iltimos qilgan edik. Shunga qaramasdan lekin baribir bu narsalar kuzatildi. Men to'g'risini aytsam, chuqurroq yondashuvni kutgan edim. Ijozat bersangiz, ana endi ikkinchi kun va ikki qismdan iborat shartlarga o'tsak. Bugun sizlarga 100 yuandan berdik va siz u naqd pulni elektron shaklga o'tkazishingiz kerak edi. Umumiy hisobda 4 ishtirokchidan 2 kishi faqat bu shartni bajara oldi. Berilgan shartning ikkinchi bosqichi ham bor. Ushbu shartda siz Xitoy bozorini o'rganishingiz, to'lov tizimlari bo'yicha kuzatuv amalga oshirib, Paynet kompaniyasiga takliflar taqdimotini o'tkazishingiz kerak edi. Marhamat, Roziya. Finalniy taqdimot. Bu narsaga от души detalni yondashish kerak edi. Paynet 2030. Assalomu alaykum. Xitoy muvaffaqiyatining 5 ta asosiy omili bu QR kod infratuzilmasi, ekosistem approach, social payments, merchantlarni adaptatsiyasi va government support. Xitoyda ko'rdik, даже gul sotadigan ko'chadagi insonlardan boshlab barchada QR oplati. Qiyin bo'ldi, juda qiyin bo'ldi. Oxirgisi super app ekosistem to'lovlarni kundalik xizmatlar bilan integratsiya qilib yagona ekotizim yaratish. Takliflarga o'tamiz. Universal QR kod. Ya'ni QR kod bu yerda Xitoyda bitta dona QR kod bor ekan. U QR kod ha deb almashmas ekan. Ya'ni Paynetda ham boshqa raqamli hamyonlar hammasi bitta QR kodda bo'ladi. Tayyorlab kelgan slaydlarni ko'rdinglarmi? Butun komanda o'tirib qilgan slayd. Вообще мощный. Я ее очень сильно уважаю. Digital mahalla. Xitoyda mana shunaqa narsa bor ekan. WeChat va Aliplaydan hadyalar, ya'ni konvertda hadyalar yuborish. Yaxshi-yu, fokus tarqab ketgan.
hamma narsaga urg'u berib tashlaganda. 15 milliondan oshiq userlarni qamrab olamiz. 3x bizada transaksiya oshadi. Bu 2030-yilgacha bo'lgan strategiya. 2x daromad oshadi va samaradorlik 25% ga oshadi. Roziya молодец. Juda ham harakatchan qiz. Prezentatsiya bo'yicha baho beraman. Zo'r, kuchli yechim yo'q. Masalaga boshqa taraflama qaralganini men ko'rmadim. O'zbekistonda juda ham ko'p xitoyliklar kelmoqda. Vaqt tugadi do'stim. Ой, самое интересное. Самое интересное qolib ketdi. O'zi bilardim, что menga vaqt yetmasligini, chunki prezentatsiyam 25 ta varaq edi. Xo'p, 3 daqiqa savol va javob uchun. Birinchi savol, 3 ta fishkasini ayting prezentatsiyada. Birinchisi universal QR kod, ikkinchisi bu super app ekotizimi, uchinchisi bu o'sha migrant wallet edi. O'zbekistonda juda ham ko'p bizga kelganlar, ishlayotganlar. Alipay, WeChatlarni Paynet bilan birga bog'lash. Bundan tashqari, O'zbekistondan ketgan xorijda ishlayotgan migrantlar bizga o'sha UnionPay boshqa prilojenelardan emas, aynan Paynetda o'sha migrant wallet orqali любой transaksiyasini qilish. Ko'p narsa bor edi. Menda Face ID bilan plata ham bor edi. Social payments dedingiz. Siz nimani nazarda tutdingiz o'sha yerda? Всё, miyamda перезагрузка ketdi. Social nima edi degan. Sharmanda. Social paymentsda сейчас minutочку yozib ketdim. Sotsialniy oplatalari bu yoqda сейчас minutочку topib olay. Boshim Rossiyacha qilib qoldim, chunki bugungi olgan informatsiyalarim ingliz tili, xitoy tilida edi. Qilgan prezentatsiyam o'zbek tilida. Informatsiyalarni men qidirganman, yozganman rus tilida. Hadyalar ham o'tga kiruvdi va Извините. Ijtimoiy hayotdagi hamma to'lovlar demoqchimisiz? Да, я чуть-чуть, да. Вот все социальные оплаты туда входят. Достойный tur berdi o'zi uchun. Yomon emas, lekin juda zo'r deb aytolmayman. U yerda men umumiy narsani ko'rdim, ya'ni detalli hech nima ko'rmadim. Assalomu alaykum. Ni hao. Umumiy hozir olib qaraganda Paynetni asosiy daromadi, ya'ni tranzaksiyalardan kelyapti, pul xizmatlaridan kelyapti. Men hozir nima qilmoqchiman? Eniga o'stirmoqchiman korxonani. Qanaqa qilib bazamizdan foydalanib turib, merchantlar bilan, ya'ni kichik va o'rta biznes egalari bilan ishlab, ularga yordam berib, daromadimizni oshirdik. Qanaqa qilib? Alipay nima qilyapti? Kichik va o'rta biznes programmani o'zida, Alipay o'zida taklif qilyapti xizmatlarini. Undan tashqari sponsored listings bor. Pul to'lagan uchun kimdir obyaveniyasi teparoqda bo'ladi. Undan tashqari Loyalty и CRM tools bor. CRM tools qatdan bilib qolding deydigan bo'lsangiz, bugungi tadqiqot paytida odamlar gaplashgandan keyin aytishdiki, ularning sistemasi o'sha Alipay orqali yaratilgan sistema orqali ishlashayotgan ekan. Zo'r prezentatsiya kutdim, lekin unaqa bo'lmadi. Hayron qoldim. Voy, где? Qani Shohruxxo'ja такой zo'r prezentatsiyalar qilardilar-yu. Просто oqvaroq и там o'sha ingliz tilida yozilgan informatsiyalar. Сразу перейдем к тому, чтобы какие предложения есть. Birinchisi Merchant Discovery, ya'ni любой do'kon, kichik o'rta biznes o'zini profilini ocha oladi, mahsulotlarini qo'ya oladi. Bu narsa qilish tekin ular uchun. Ikkinchisi sponsor listing, pul to'lab turib topda banorga chiqadi. Misol uchun kafe deganingizda kimdir kafesi banorda chiqadi. Necha marta prezentatsiya qilganman, nechta yuzli auditoriyaga prezentatsiya qilganman. O'shaning uchun menda odatiy holat. И to'rtinchisi performance marketing qo'shamiz. U yerda уже как target reklama bergandek hamma bilan ishlay oladi. Potensialni 37 million revenue qilishi mumkin, 24 million cost bo'ladi. Keyingisi. Stop, у вас время кончилось. Rahmat katta. Men o'sha boshqa tilda gapirdim, o'tdi. O'sha o'tirganlar ham yarimi makmak bo'lib qoldi-da o'sha. Oddiy odamlar ham tushunadigan tilda deyilganda 3 ta fishkasi. Oddiy terminlarni ishlatmasdan nima demak yutuqlar bor. Agar siz sartarosh bo'lsangiz, Paynet bilan ko'proq klient jalb qila olasiz. Har bitta klient jalb qilganingizga necha pul sarf qilganingizni hisoblay olasiz. Faqat shu. Fishkasi bitta shumi? Muhimi shu. Ya'ni ikkita shu emas. Men faqat raqam tarzida gaplashaman, o'shaning uchun har bitta raqamingizni hisob kitobini qila olasiz. Meni maqsadim tomoshabinlarga yoqish, kimdir ko'nglini ko'tarish emas, yutishga kelganman. Shohruxxo'ja, siz o'ylamadingizmi, sizni proyektingiz xolis bilan qanaqadir o'xshash? Albatta. O'shani so'ramoqchi edim. Siz savol berishingiz mumkin. Xolis bilan bu xolisning logik davomi. Hozir siz ba'zi bir sifralarni ko'rsatgansiz, erishish mumkin bo'lgan sifralar. Lekin bu sifralarga, bu raqamlarga Paynet davomli erishib bo'ldi. Mana siz bitta narsani boshladingizda, merchantlarga qarab yurishimiz kerak dedingiz. Da. Mana shu narsani davom ettirishingiz kerak. Ko'proq izoh sifatida qabul qiling. Mana ham qiziq bo'ldi, но мне хотелось там до конца биться. 16-slaydingizda hali sifralarni chiqarib qo'yibsiz. Ekonomiya bo'yicha 37 million chiqqan dollarda. Men bog'liqligini topmadim. U 37 millionni qayerdan chiqarib qo'ygansiz? Merchantdan soni ham yo'q. Men buni ichidan 4 taginasini faqat oldim.
ularga logikasini tushuntirish uchun qanaqa qilib raqamlar kelganini. Qolganlarini olmadim, qolganlari hammasi bu yerda potensialni qilsa bo'ladigan, realizatsiya qilsa bo'ladigan produktlarni qo'shib qo'ydim umumiy. Zapuskать qilib ko'rish tarzida, pastda yozganman, что 12 oylik planning ichida bor, ketma-ket nimani realizatsiya qilishi, bundan oldin baribir pilotni запустить qilishimiz kerak bo'ladi. Tushunmadim, chunki u Shohruxxo'cha olib qochgandek tuyuldi nazarimda. Rahbar o'rinbosari tushunadigan tilda tayyorladim. Bizda xitoylik kommunikatsiyalar bo'yicha mutaxassis ham bor. Wo Jinping, siz qanday baholagan bo'lardingiz hozirgi kuzatuvni? 第一位女士的软件使用了二维码很方便。 Xitoydagi to'lovlar deyarli barchasi raqamli ko'rinishga o'tib bo'lgan. Bu odamlarni kundalik hayotida juda ham qulay. Birinchi ishtirokchini aynan o'zini tutishi va shu narsani ko'targanlariga bular qoniqarli baho qo'yganlar. Ikkinchi ishtirokchi haqida ular ko'proq kompaniya strategiyasi haqida gapirganlari uchun bizning mehmonimizga ozgina tushunarli bo'lmagan. Paynet haqida mukammal bir taassurotga ega bo'lgan odam uchun bu ko'proq tushunarli bo'lgan bo'lardi. Lekin ishtirokchini o'zini tutishi, o'ziga bo'lgan ishonchi juda ham baland edi. Katta rahmat. Shu. Ana endi mumkin bo'lsa Umida. Xo'p, bu slaydda biz ko'rishimiz mumkin Shanxay ekotizimida hozirgi holatida faqat Alipay yetakchilik qiladi, ya'ni 55%, WeChat Payment, bank kartalari, naqd pul va boshqa elektron hamyonlar mavjud. Vaqt qo'yib qo'yibdi, men timerga qaradim, tez gapirdim, gapimni tushundimmi, tushunmadimmi buni bilmadim. Alipay yoki hozirgi Xitoyda bo'lgan tizimlar Paynet tizimida bor allaqachon, lekin biz 40% qo'shishimiz kerak. Nimani qo'shishimiz kerak? Taklif etilayotgan model, ya'ni qo'shimcha xizmatlarga davlat xizmatlari integratsiyasini biz Paynetga joriy qilsak yaxshi bo'lar edi va keyin transport to'lovlari, ya'ni Paynet orqali ham taksi chaqirsa, bu juda ham zo'r. Keyin oziq-ovqat yetkazib beruvchilar xuddi kabi ularni ham o'rnatsak, ya'ni kelgan turistlar faqat Paynetni o'rnatadi, Paynet orqali hamma to'lovlarni amalga oshiradi. Umida почему-то, кстати, rost hayajonlanardi, bu safar hayajonlanmadi. Umida вообще молодец. Umidadagi ishchingiz bo'lsa, любой muammoingizni negizini topa olasiz. Eng kulminatsiyasi, eng katta fishkasi uchta so'z bilan aytganda nima? O'zbekistonda ishlaydigan barcha tranzaksiya o'tkazadigan applarni hammasini Paynetga jalb qilish. Super appga aylantirish. Bundan tashqari Xitoy yoki Rossiyada bo'lgan banklar bilan hamkorlikda ishlab, Mastercard va Visa kartni ham tranzaksiya, ya'ni Paynetni ichiga qo'shib, ya'ni dollarni almashtirish imkoniyati bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yaxshi, men o'zim jomdan qoniqdim. Eng kerakli bo'lgan tavsiyalarni aytdim. Roziyada misol uchun svejiy ideya yetmagan bo'lsa, bundagi bergan ideyasi menga tushunarli bo'lmadi. Men og'rim bo'lmagani uchun faqat. Bugun bozorda o'rgangan narsa nima bo'ldi? WeChat, ya'ni juda ham zo'r ommabop, o'tda juda ko'p ishlar bor. Bu ilova PayChat bo'ladi, bizaniki bo'ladi bu, Paynetniki. Bu ilova WeChatda raqobatdosh bo'lib, insonlar qo'ng'iroqdan ko'ra SMS yozishmalarni ko'proq foydalanishadi. Ko'proq foydalanganligi tufayli uni to'lovlar doimiy shu ilovadan bo'lishga xizmat qiladi. Farqiga kelganda уже men eshitolmay qoldim, hech nimani. Уже miyamda ketdi, o'zim analiz qilishim. Unda nafaqat yozishmalar, rasm o'sha men bilan bo'ladi. Insonlarga yechim, Telegram, Paynet yoki boshqa ilovalar kirib bittalab ishlarni bitirgandan ko'ra PayChatni o'zidan bitiradi. Masalan, yozishmoqchi bo'lsa Telegramga kiradi, pul to'lov qilmoqchi bo'lsa Paynetga kiradi. Ani o'ynab yurmaydi-da, bittasida hamma ishni bajaradi. O'zingiz qildingiz taqdimotingizni? Da, noldan o'zim qildim. MacBook prezentatsiyasi bo'yicha kirsa, bu regionda ishlamaydi deyapti. Telefonning o'zida. Telefonda qildingiz? Da. Xo'p, Paynet bundan nima foyda ko'radi? Hozirgi kunda Paynet ilovasiga faqat qanaqadir to'lov bo'lsa kiradi. Ya'ni internetni, kommunalkalar va hokazo va ko'p holatlarda to'lovga duch kelib qolsa, boshqa ilovadan foydalanish mumkin. PayChat bu narsani yopadi. Hozirgi 20 million foydalanuvchimiz bor Paynetda. Shuni 30 milliongacha oshirmoqchiman. Men ko'proq o'qidim. Ochiqni aytaman, kuchli hayajonning hisobidan fikrim tarqab ketdi. Hattoki to'lov uchun shaxsiy balansi ham bo'ladi ichida uni. Xohlasa xohlamasa har kun kiradi. 4 minutda maqsad muddaoni Farruh aytib bo'ldi. Farruhning ideyasi zo'r edi, lekin bu Paynet uchun asosiy wow deydigan yangilik emas-da. Bu Paynetni messenjerga aylantirish. Odamlarni hozir ishlatib turgan platformalardan voz kechib bunga o'tishiga aniq bir narsa o'ylab ko'rdingizmi? PR sifatidan, PR tomonlama. Hammasi bittada bo'lgandan keyin unga udobniy. Hamma ishi joyida bityapti. Buni eshitdim. O'sha narsani privlej qilish kerak-ku, odamni chaqirish kerak-ku. Xo'p, buni videolarda ham ko'rsatib bersa bo'ladi. Odamlarga yengillik beraversangiz yoqadi-da. Gapirayotgan tembringiz o'zidan bilinadi. Tushunasizmi? Ishonchingiz yo'ligi yoki hali ya'ni maktab paytida yurganingizni. Kimda sezdingiz buni? Hammasida.
Bu yomon degani emas, bu просто bu narsani ko'proq qilishingiz kerakda. Bu messenjerga asoslangan to'lov tizimini qanchalik xavfsiz deb o'ylaysiz? WeChatda mana ancha безопасный, mana bu yoqda xitoylik vakilimiz ham aytyaptilar bu gapni. Paynetda ham masalan turgan balans безопасный-ku, xuddi shu narsani faqat chatli versiyasi bo'ladi. Najani krediti bo'lsa ham yechib olmaydi, Paynetdan yechib ola olmaydi. O'zi xavfsizligiga bu yerda katta dalilda. Savol bilan lekin savolab tashlashdi-da. Полный уверен ayta olaman. Meni prezentatsiyam самый лучший bo'ladi. Bu qolganlarga nisbatan yerga urish boshqa emas. O'zi bitta maniki qancha aka, bitta maniki qo'l bo'lyapti. Bular hammasi GPT qilganmi, tanish qilgan, o'rtoq qilgan, nima qilgan. No, menga hech qaysisini to'g'ri prezentatsiyasi yoqmadi. Hammasi xom deb o'yladim. Meniki ham xom edi. Uровень taraflama ko'rindi. To'g'ri, ham yomon ko'ryapman darajada o'tganim uchun. Lekin daraja tarafida ko'rindi. Kim bilan tilda gaplasha oladi, kim bularga narsa bera oladi, kim prezentatsiya qilib bera oladi. Hech kim yerga urmagan holatda, hech kim ham bo'ladigan holatda emas, hammasini yaxshi ko'radi, hammasi biladi. Qanaqaligim daraja tarafida ko'rindi. Hurmatli finalistlar, ajoyib taqdimot uchun sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu bo'yicha ekspertlar kengashi yana o'ylashadi, fikr almashinuv bo'ladi. Prezentatsiyadan sal-pal ko'nglim to'lmadi, chunki Farruh aka bergan taklifam, Umida bergan taklifam, Shohrux akani частично takliflari hammasi menda bor edi. Fikr bor, savol bor. O'zinglarni PR direktorlikka nomzod uchun munosibman deb hisoblaysizlarmi, Rodiya? Albatta. Nima bilan bizni ishontira olasiz? Bu savol hammaga. Men o'zimni to'laqonli PR direktorlikka mosman deb bilaman, chunki menda tajriba ham bor va hozirda itakman PR direktor bo'lib ishlayman. Siz bo'lmasangiz ichlarida kim? Bu savolga men javob beraman. Uzr. Hammamiz loyiqmiz. Bugun eng saralangan qolgan. Umida marhamat. Bu yerda kompaniyani nomidan PR direktor bo'lish juda ham mas'uliyatli. Bu narsani men unaqa jiddiy ko'rmagandim to Xitoyga kelgunga qadar. O'zga davlatda shuncha raqobatni ichida odam o'zini ko'rsatish juda ham qiyin. Menimcha menga hali bor deb o'ylayman. Bu degani men PR direktor bo'lmayman, men voz kechdim degan gap gapirmadim. O'zimga zo'rman demayman. Professional darajada yondashadigan bo'lsak, men professional emasman PRda. Chunki men PRda ishlamaganman. Может, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin men haqiqiy PR direktorman deb ayta olaman. Hamma o'zini maqtaydi. Men masalan shunaqa qilib qo'yganman, men zo'rman deb maqtashni yaxshi ko'radi. No chetdan qaraganda bu kulgili tuyuladi. Ular ekspert, ko'rib turibdi-da, kim professional emas. Men shuning uchun o'zimni maqtab kulgiga qo'yishni xohlamadim. Tayyorman deb o'ylayman. Ancha oldin tayyor bo'lganman bu narsaga. PR sohasida 7 yildan oshiq yurdim. 300 dan oshiq brend bilan ishlaganman. Siz bo'lmasangiz kim? Men bo'lmasam ayta olmayman. Boy aytgandek biz saralanganmiz. Boshidan shu seriozga qaradim. Rostdan PR direktor bo'lgim kelyapti. Men Paynetni sevaman va barcha tomoshabinlarni, heyterlarni, yaxshi kommentariy yozadiganlarni hammasini sevaman. Men bo'lmasam kim degan savol juda o'tkir savol aslida. Bular kabi tayyor emasman javob berishga, chunki proyektdan tashqari men uchun bu odamlar juda ham yaqin bo'lib qoldi. Xohlardimki, qanaqa natija bo'lishidan qat'iy nazar oqibatimiz, aka-ukaligimiz, opa-singilligimiz buzilib qolmasligini. Eslatib o'tamiz, sinov muddati reality showsida tomoshabinlar e'tirofi nominatsiyasi ham bor va unda aynan sizning ovozlaringiz Paynet ilovasi orqali aniqlangan va bir necha daqiqalardan so'ng bu nominatsiyada kim g'olib bo'lganini ekranlaringizda tomosha qilishingiz mumkin. Sinov muddati reality showsi 2-mavsumda tomoshabinlar e'tirofi nominatsiyasi bo'yicha avvalgi dasturlarimizda sizga ma'lum qilgandik. Bugun biz yana Paynet bosh ofisidamiz va eng ko'p ovoz to'plagan ishtirokchi Farruh Namozovni davramizga taklif qilamiz. Marhamat Farruh. Assalomu alaykum. Paynet компаниясы маркетинг rahbari Pyotr Tensov sizga. По результатам голосования, которое проходило у нас через наше приложение в течение 2 недель, призером номинации приза зрительских симпатий стал Фарух Намазов. Tabriklaymiz. Поздравляем. У нас для вас есть денежный приз в сумме 10 миллионов сум. Но мы маркетинг, мы ведем статистику. По истечению данного голосования мы также выявили интересный факт, что между Фарух Намазов и вторым участником, за которого также проголосовало немалое количество пользователей, была очень маленькая и несущественная разница. Всего лишь 45 голосов. Мы, как маркетинг, по согласованию с руководством, второе место голосования мы тоже решили наградить. И ею стал Зарнигор Джарабаева. Ух ты! Мы также вам дарим сертификат в размере также 10 миллионов сум.
Yo'q. Я, наверное, mame отдам. Я думаю, она заслужила. Biz Zarnigorni ham nomzodlikka olib chiqishga harakat qildik, chunki Farruh populyarniy, e'tibor tortgan inson va blogidan juda ham ko'p fanatlari ovoz bergan. Bu zo'r, lekin biz haqqoniy bo'lib, prozrachniy bo'lish uchun Zarnigorni ham qo'llab-quvvatlashga решениyaga keldik. 0.2 farq bilan Zarnigor turibdi-da, ularga ham xuddi shu razmerda yutuq berishayotgan ekan. Настолько haqqoniy, то есть mana auditoriya bor. Unda даже 1000 ta obunachi yo'q, lekin respektda Paynet shunga ham juda seriozli qarabdi. Shuni aytib o'tish joizki, jarayonlarda juda ko'plab kuzatuvchilar, tomoshabinlar ishtirok etdi. Umumiy ovoz berish jarayonida 23 mingdan ortiq tomoshabinlar ovoz berishgan va boshqa ishtirokchilar ham yaxshigina ovoz to'plashgan. Men ularni sizlarga tanishtirib o'tsam. Birinchi o'rin Farruh Namozov 3463 ta ovoz bilan 14.9%. Ikkinchi o'rin Zarnigor Jo'raboyeva 3418 ta ovoz bilan 14.7%. Uchinchi o'rin Kamron Xo'ja Azizxo'jayev 2338 ta ovoz bilan 10%. To'rtinchi o'rin Nodira Mirzayeva 2224 ta ovoz bilan 9.5% va 5-chi o'rin Maryam Sattorova 2106 ta ovoz bilan 9% ni tashkil etadi. Va Maryamdan biroz kamroq ovoz to'plagan ishtirokchi bu Ayub Shukurov 2100 ta ovoz 9% ni tashkil etadi. Nu ochiqni aytaman, mana auditoriya ham katta bo'lgan bilan ozgina seriozlik qarashdi. Nu qo'llab-quvvatlagan hammasiga respekt. O'zi kamida 20 ming 30 ming ovoz hammasi meniki bo'lishi kerak edi. Tegi. Chunki storiesini o'zini 80 ming ko'radi. G'ayat nimasi ekanda auditoriyasi? Sketchga qilib ovoz berishga-da. Ovoz berish jarayoni ketayotganini bilmagandim. Qaraganimda 3-o'rinda turgan ekanman va xursand bo'lib 1-o'ringa harakat qildim. Bor qarindoshlarimga hammaga tarqatdim, hammaga yozdim. O'zim ham hayronman. Menga yordam bergan hamma insonga kattakon rahmat. Asobina oyimga hammadan so'rab yurdilar-da. Ishlariga ham tashlab, qizimga ovoz beringlar deb. Bu tomoshabinlar e'tirofi nominatsiyasini aniqlash jarayoni edi. Bizdan uzoqlashmang, biz yana Shanxayga qaytamiz. Hurmatli finalistlar, ertaga sizlarni Shanxay bo'ylab ajoyib ekskursiya, ajoyib sayohat kutyapti. G'olib nomi tungi Shanxay manzarasida e'lon qilinadi. Barchangizga omad yor bo'lsin. Nima uchun bugun emas, bilmayman. Buntavat qilmoqchi edim o'shda. Umid qilaman, xohlamayman, hamma adekvatni har bitta shart bo'yicha g'olib aniqlanadi degan umiddaman. Hamma shartlarni Shohirxo'ja uyalib qolmaydigan tarzda va Shohirxo'ja xursand bo'ladigan tarzda bajarganim uchun men o'zimni programma minimumini bajardim. O'zim uchun o'zim oldin uyalib qolmadim. O'zim hayotimni dars yashashga tayyorman. Men olmayman birinchi o'rinni degandek protekst kelyapti hozir gapingizda. Nimaga? Точно munosib bo'lmaganim uchun emas. Birinchi o'rin olsam, 10-oy olsam, hozir menda emotsiya qolmadi o'zi. Chunki men o'zim uchun yutib bo'ldim. Agar adolat ustida qaror qabul qiladigan bo'lsa, Shohirxo'ja ertaga tojni taqadi. Tugadi, yelkamdan tog'da ag'darilgandek bo'ldi, shartli tugadi. Endi bo'ldi, bu yog'i xuddi o'shaga yozilgan. Voy, dahshat joylarga bordik. Prям вот suv katta, kemalar u yoqdan yo'lga suzyapti. Instagramdan katta. Уже o'tgan 2 kundan beri boramiz deymiz. Ketib boramiz dedik. Zdaniyalar shunaqa shikarniy edi, короче. Mazza qilib o'shda keyin aylandik. Hamma shoppingga boringlar, narsa olgim kelyapti, boshqa burada qanaqadir tarixiy xitoycha joyga bordik, aylandik. Teper men Xitoyga kelganimni his qildim. Yo'q, zo'r joy ekan. Endi turistlarning joyi bo'lgancha hamma narsa qimmat. Suvenirlar oldik, shopping qildik. O'zim ham rubashka oldim. Kiyimdagi bitta baho berib qo'yasizlar. Qon to'kish uchun emas. Bugun yo'q. Bugun ajraltirish uchun kiyilgan edi. Bunaqa rangi hech kim do'q etmasdi olishga. Mana shu ko'ylagimni oluvdim. Mana shu ko'ylakda mana bunaqa narsalarim bilan, lekin keyin afsuski nasib qilmadi. Narsalarim mashinada ekan. Mashinamizda yo'q ekan aytdi. Хотя бы mana intervyuga kiyib chiqdim. Biz ayni paytda Xitoyning Sharq Marvarda teleminorasining yonginasidamiz va bu yerda sinov muddati reality shousining 2-mavsum g'olibi e'lon qilinadi. Umid qilamanki, barchada kayfiyat a'lo va bir necha soniyalardan so'ng uzoq vaqt davom etgan ushbu mavsumning haqiqiy g'olibini aniqlaymiz. G'olibni e'lon qilishdan avval men sinov muddati reality shousi ekspertlariga so'z bermoqchiman. Ishtirokchilarimiz haqida fikrlaringiz, munosabatingiz bo'lsa marhamat.
Va nihoyat shu etapga yetib keldinglar. O'zi bo'lgani yo'q. G'olibni e'lon qilishdan oldin aytmoqchi bo'lgan narsam bu sizlarni hayotingizda bir qanaqadir bir hodisa sifatida, voqea sifatida qabul qilishinglarni men so'rab qolgan bo'lar edim. To'g'ri, o'ziga yarasha muhimligi bor, lekin buni bir sinov sifatida ko'rishinglarni, chunki g'olib bariga bitta bo'ladi. Я считаю, что все присутствующие сегодня здесь уже победители. Shuncha kuchli raqiblarni yengib o'tganinglar va o'zinglar uchun qancha tajriba orttirganinglar, bu sizlarning eng katta yutug'inglar hisoblanadi. Omad tilayman hammaga. Diqqat e'tiborim o'sha Amirxonning so'zlarida edi. Xo'sh, sinov muddati reality shousi ikkinchi mavsum g'olibi kim bo'ladi degan savolga hozir bir necha soniyalardan so'ng javob olamiz. Tayyormisiz? Tayyormiz. Tayyormisiz? Ha, tayyormiz. Kayfiyat yaxshimi? A'lo. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Juda yaxshi. Chin dildan tayyorsiz. Har qanday javobga ham tayyorsiz. Amirxon o'zi ham rezinkadek rosa cho'zdi. Yurak dukurlab ketyapti. Hayajon bo'lmadi. Nimadan hayajonlanishim kerak? Shunchaki faktni, ya'ni qarorni eshitishimiz kerak bo'ldi. Amirxon, mana siz yozib konvertga beramiz. Bu yerda yozilgan g'olibning nomi. Marhamat. Mas'uliyatli. Miyam to'xtab qoldimi? Hech kim hayolimga kelmadi. Aytdim, bari yozilgan bo'ladi. O'zingni bo'sh qo'y, o'zingni bosib ol. Rosa ikkilanish bor edi. Liba man, liba Farruh aka degan. Oson emas o'rtoqlar. O'qib eshittirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'sh, g'olib kim? Tayyormisiz? 3 martami 4 marta kim bo'ladi degan payt o'ylanib qoldik. Ijozatingiz bilan o'qib eshittirmoqchiman. Shunaqa cho'zyaptilar. Sinov muddati reality shousi ikkinchi mavsum g'olibi Shohruxxo'ja va Roziya. Men shokka tushib qoldim. Voy, qanaqasiga ikkita g'olib. Kasbga ham pulni ham bo'lib olishadimi deyapman. Bitta pozitsiyada ikkita rahbar bo'lishi nekat. Bir-birini yordamchisimi, bir-birini o'rinbosarmi tushunmay qoldim bu narsani. Ikkita g'olibmi? Yo'q, ikkita g'olib emas. Biz yana bitta kichkina sinov o'tkazishga qaror qildik. Bu Paynet kompaniyasining xizmatlariga tegishli blitz savollar bo'ladi. Birinchi Shohruxxo'ja degan paytda men o'yladim, bo'lishi mumkin emas, chunki men Roziyani kutdim. Orada men taxmin qildim. U e'lon qilguncha o'zimni anaqadan kategoriyadan chiqazib yubordim. Yutishni xohlagandim. No, yutganim bilan ham baribir PR direktori bo'lib, Paynet kompaniyasida qola olmasdim. Kerak bo'lgan odamlar yutganidan xursandman. Shohruxxo'ja, Roziya, biz sizni tabriklaymiz. Men savollarni o'qib eshitiraman. Kim birinchi qo'lni ko'tarsa, o'sha javob beradi. 3, 2, 1, diqqat qiling. Ishchi o'sha yerda men hamma narsani esdan chiqardim. Paynet ilovasi orqali qanday oltinni sotib olish mumkin? Roziya. Avtorizatsiya qilasiz va 25 ming so'mdan boshlab sotib olish mumkin. O'sha Paynet Gold degan ichiga kirasiz, bo'ldi, sotib olaverasiz. Javob afsuski qoniqarsiz? Qoniqarsiz. O'zim hamma narsa funksiyalarini kirib o'rganib chiqqanman deb, oltingacha olib ko'rganman o'sha 25 ming so'mlik. Shohruxxo'ja, sizda Paynet приложениesiga kiramiz. Siz o'z ro'yxatdan o'tgan bo'lasiz. 10 tarafda pastda o'zi aplatlar har xil narsalar bor. O'shga kirsangiz, ikkinchi yanchmasam silka o'zi gold bo'lib turibdi. Bu ham qoniqarsizmi? Qoniqarsiz. Oldin shunaqa savol javob bo'lgan-u, ochiqni aytsam, meni tanlamagan edim. Hozircha 0-0. Keyingi savol. Xolis foydalanuvchisi qanaqa vaziyatda qancha foiz cashback oladi? 0.5 или 0.75% oladi. Javob qoniqarsiz. Roziya, sizda variant bormi? Yo'q. Ikkinchi savol proval, yana noto'g'ri. Menda javob topilmadi savollar. Xolis ilovasi orqali yakka tartibdagi tadbirkorni to'xtatib turish yoki tugatish mumkinmi? Mumkin. Roziya? Mumkin. Vaqtinchalik to'xtatish mumkin 6 oygacha. To'g'ri. Javob to'g'ri. Oson savollar berildi. Paynet orqali Visa kartasini qanday kanallar orqali to'ldirish mumkin? Qanday kanal? Перевод денег qilsa bo'ladi. So'mimdan dollarga o'tkazgan bo'lsam, konvertatsiya qilib o'tkazaman. Javob noto'g'ri. Javob noto'g'ri. Roziya, sizda variant bormi? Uni men qilib ko'rganman, sразу aytdim. To'ldirib ko'rganman, o'sha kiosk, info kioskdan bosganman, tanlaganman. O'sha yerda har xil o'sha qanaqa Visa karta, Mastercard hammasi chiqadi. To'g'ri to'ldirganman, bo'ldi. Hech qanaqa. Yana qanaqa to'ldirish mumkin? Men faqat info kioskdan qilganman. Приложениyadan ham qilsa bo'ladi, lekin uni men qilib ko'rmaganman. Javobingiz to'g'ri. Приложениyadan va info kioskdan. Katta rahmat. 2-0. Paynet haqida ko'p narsani bilardim, rostdan ham. Paynet cashbackini naqd pulda yechib olish yoki kartaga o'tkazish mumkinmi? Da.
Marhamat, Roziya. Mumkin. Kartadan kartaga o'tkazish mumkin va o'zingizni to'lovlaringizni mobil to'lovlar, kommunal to'lovlarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Shohrux siz Paynet kошелек o'tkazsangiz bo'ladi. U Paynet kошелек orqali boshqalarga ham pulni perevod qilsangiz bo'ladi. Tangalarni mumkin emas edi. Ikkalovinglarni javobingiz to'liq emas. Juda uyalib ketdim o'zimdan. Oxirgi savol. Paynet orqali yong'ilg'i kartasini 0% stavkada to'ldirish mumkinmi va qanday shartlarda? Mumkin. 30-iyungacha menimcha mumkin. Cashback ham olsangiz bo'ladi. To'ldirayotganingizda infokiosklarda agentlardan sotib olsangiz bo'ladi. 20 ming so'm turadi. Shohrux ho'ja sizni javobingiz? Hozir bu yoqilg'iga borsangiz 0% da пополнять qilsa bo'ladi hozir. Ikkalovinglarni javobingizni to'liqsiz. Qoniqarsiz. Qoniqarsiz. Men bitta savolga javob beraman. Hayol bo'lishi mumkinki, Shohrux hoji har doim hamma narsaga tayyor. Aynan mana blitz test savol berib, test javob oladigan narsada bergan javobi qoniqarsiz bo'ldi, noaniq bo'ldi, to'liq emas bo'ldi. O'shaning uchun men 0 ball oldim. 6 ta savol berdim, lekin 2-0 da to'xtadik, chunki javoblaringiz qoniqarsiz bo'ldi, ammo shunday bo'lsa-da bizda g'olib bor. Roziya, chin yurakdan muborakbod etamiz. Siz Sinov muddati reality shousi 2-mavsum mutlaq g'olibisiz. Yig'lab bordim. Taksikda butun kuchi bilan, butun vujudi bilan harakat qilgan yagona ishtirokchi Roziya bo'ladi. To'rtalamiz ham g'olib edik. Tegi Roziyani tanlashdi. Men xursand bo'ldim to'g'risi. Raz unga yozilgan ekanmi? Buning katta hikmati bor. Shohrux hoji, Rahmat kattakon. Anvar aka, rahmat kattakon. Miyamda rostdan tugadimi, bo'ldimi? Chetga chaldi, всё что ли degani. Hamma narsa emotsiyalar o'tyapti. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi. Ты достойна, давай. bizda 2-chi, 3-chi o'rin yo'q. Bizda 4 ta finalistning 3tasiga maxsus nominatsiyalar bor va ijozatingiz bilan men nominatsiyalarni o'qib eshittiraman. Xalqaro muloqot elchisi Umidaxon, tabriklaymiz. To'g'ri yo'nalish berishibdi deb o'ylayman. Diplomatik munosabatlar o'rnatishni men yaxshi ko'raman. G'olibga Apple MacBook topshiriladi. Rahmat. Apple MacBook. Rahmat, kattakon. Xursand bo'lib ketdik. Sovg'a ham juda ham yoqdi. MacBooklar berishdi, zo'r, oxirgi modeli. Strategik tafakkur yetakchisi Farruh Namozov. Apple MacBook taqdim etiladi. Rahmat. Strategik tafakkur bo'yicha yetakchi. Zo'rda, bu tafakkuring 5-yillik degani-da. 20 yillik kompaniya sizga bu bahoni bergandan keyin bu boshqacha kayfda. Tim bo'lsa sen yetakchi. To есть torta oliysan boshqalarni ham. Va galdagi nominatsiya kelajak lideri Shohrux Talipov. Respekt jigar, davay. Apple MacBook topshiriladi. Endi nominatsiya qanaqadir nimadir anglatadi deb men ishonmayman bunaqa narsaga. Menimcha prosta qanaqadir izoh berish kerak edi ishtirokchilar uchun. O'shunaqa tarzda izoh berilgan. Nominatsiya zo'r. Shohrux akam dostoyniy edilar, rostdan juda harakat qildilar. Ajralishga juda katta harakat qiladilar. Sinov muddati reality shousi 2-mavsum mutlaq g'olibi Roziya Ozodbekova va unga 150 million so'm. Спасибо. Aralash hissiyot. Hali ham o'sha osmonlarda uchib yurma eyforiyada men. G'olib bo'lish vashcha zo'r narsa-da. Chin yurakdan sizlarni muborakbod etamiz. 2-mavsum bu tarixda qoladigan ajoyib jarayon bo'ldi va siz maksimal imkoniyatlaringizdan foydalandingiz. Maksimal tajriba orttirdingiz. Ishonamizki, kelgusi faoliyatingizda bu tajriba albatta asqotadi. Barchangizni alohida chin yurakdan tabriklab, muborakbod etamiz. Roziya, taassurotlaringiz? Taassurotlarim hozir birinchi bo'lib uydagilarimga telefon qilish. Rahmat kattakon, eng avvalo ishonchingiz uchun. Men uchun juda ham katta risk edi finalga Xitoyga kelish, chunki menda O'zbekistondan chetga chiqish menga taqiqlangan edi. Chunki yaqin insonimga men o'zim nomimga kredit olib berganman. U inson to'lamagani uchun MIP orqali menga zapret qo'yilgandi. Pashli, davay. Taqiqqa yetishtirish uchun 53 million men to'lashim kerak edi. O'sha summani men yarim finaldan keyin 2 kun ichida hamma joydan qidirdim. Uydagilarim berdi. Eng men kutmagan insonlar keniylarim berdi. Mart ekan ular rostdan. Buvalarim berdi. 2 kun ichida Roziya fondi ochildi. Yutqizib qo'ysam,
bu summani to'lamasligim aniq edi. Shohruxxo'ja va Roziya deb aytilgan edi. O'yladim, bo'ldi, hozir men agar yutqizsam, qayerdan pul topaman, o'sha narsaga ketdi xayolim. Hozir mendan baxtli inson yo'q, chunki mana shu kredit meni yelkamdagi shunaqa katta yuk edi. Kechasi uyg'onib ham Xudodan so'raydim, ey Xudoyim, mana shu o'lgur kredit tezroq yopilsin. Halovatim umuman yo'q edi. Ne только meni, oilamni ham halovati yo'q edi. Shohruxxo'ja, juda ham xursandman. Juda ham xursandman. Hammalarga rahmat. Men Paynetni sevaman. Hammaga, Paynet rahbariyati, ijodiy jamoa, ishtirokchiligi, komentatorligi, televizorda ko'rayotganligi, YouTube'da ko'rayotganligi hammalarga rahmat. Hammalardan men roziman. Sizlar mendan rozi bo'lsangiz, bo'lmasanglar menga farq yo'q, lekin men sizlardan hammalardan roziman. Umidaxon, Juda ham xursandmiz. Rozi etganidan ham biz o'zimiz finalga kelganimizdan ham tabriklayman Roziya, xursandmiz. Realityga qatnashganimdan xursandman. Qanaqa qiyin shartlar bo'lsa ham hammasidan o'tib keldik. Bunaqa ajoyib komanda bilan Xitoyga kelishdi o'zi ham katta yutuq. Men o'ta xursandman. Nominatsiya вообще asal, strategik tafakkur yetakchisi. Men to'g'risi kayf qildim. Xulosa, o'sishdan hech qachon to'xtamaslik, yangi bilimlarni oshirish, kameraning iliqligi, kamera ortida ishlayotgan akalar, montaj ishlarida ishlayotgan insonlar. Ochiqni aytaman, bizlar mehnatdan ko'ra mana shu ko'rsatuvda ularning mehnat ko'proq. biz sizlarni chin yurakdan tabriklaymiz. Shanxayda ajoyib bo'ldi. Muborakbod etamiz va parvozingiz xayrli bo'lsin deymiz. Rahmat. Xabar bilan, yaxshi yangilik bilan O'zbekistonga qaytasiz. Paynet qalbda qoldi lekin. Dushi. O'zimdan ko'nglim to'lgani, berilgan shartlarni bajarganimdan men xotirjam bo'ldim. Ya'ni men o'zim uchun yutdim. Yutishni bugun xohlaganimda yutardim. Yutishni xohlamaгаnim uchun yutmadim. Eng zo'r narsasi, что всё прозрачно. Вот hech qanaqa ani ichimda nimadir qolib ketdi emas. Shundan xursandman. Hammasi samimiy, chestni, прозрачный bo'lganiga hammalarga rahmat. Вот прям hammalarga rahmat. Men 200 lamachi deb yozsa ham yolg'on gapirmaslikka harakat qilaman. Ichimdagi gapni aytaman, o'sha joyda o'rinli bo'lgan holatda. Bu shartni rozi yutib chiqdi. Hech qaysi tabrik meni miyamga kelmayapti. Tezroq telefonimni beringlar, dadamga telefon qiling. Chunki eng katta o'sha kechadan beri nima bo'lyapti, nima bo'lyapti. Shunaqa intizorlik bilan kutayotgan bu otam, onam, buvijonim, buvamlar edi, kenaylarim. Mana yutdim. Xudo xohlasa, Paynetni media olamidagi rolida meni rolimni ko'rasizlar. Men uchun bu juda ham qiziq, zo'r narsalar o'ylab qo'yyapman. Uje meni miyamda ketyapti.